Qissa haqida bayon. Tunugünki mazmunimizda nurg'un do'stlar haqiqatan piyonunchuda nurg'un piyonlarni ko'rmay qaytibsizlar. Rahmat. Ko'pinchalar shu alam jihatdan lyubo eng yomon degan fikrlarni piyonlarni nəhayət ko'p ko'rdim. Haqiqatan bu asardimi shundaq tilga ilingan. Endi lekin men tunugün degan vaqtda shu asardagi qahramonlar, baturlar ichida biz o'zimizga ulgu qilish tegishlik biz o'rgansak bo'g'dak shaxslar kim u deb ma'lum degan. Shunga aniq mening deganim bo'yicha mening ko'nglimdagini to'g'ri topolgan yoki men bilan o'xshash fikrdagilar nəhayət azga buni his qildim. Endi bu lyuboni nima shundaq deb chunki lyuboni biz o'rgangidak biz qo'l qo'ydik hech qanday taraf yo'q. Faqat birga bir urushqa vaqtda yomon. O haqiqat. Lekin bu o'ylab qilgan birinchi 3 otasini o'ldirib o'zining dadisiga 3 qatim u da sadoqatsizligiga adam yeni ishlatish o'rganish ketanda. Onun ki yeni kallısı işlemgen dötlük qilgan jarayon nurg'un o'taq keyin onu so'zlaymiz yana. Demak bu lyuboning biz o'rgangidak, ulgu qilgidak hech qanday taraflari yo'q. Bu şu ölümün tek menimce onun birim ölüp gelsin bu değil bu. Kaçtak baldır o yaş ölmeki bunun için. Ama bunun can feykeş küçük 3 kuruk kolda kıllaydı o. Kaçtak kıllama. Toğru kıllagan bunun için. Andın nurgullar yani bu Smay yine de bizler. Smay hakikaten toğru hakikaten nahit akıllı, akıl parası kamil. Onun için severcilik en ahırda bütün canlı Smay cemiyet özürlükü kaldı. Rast. Lekin o'ylab baqilar sizlarning netchinglarda mashunda 30 yillik savirchanlik bor. Kim mashunda 30 yil savirchan bo'la 30 yil emas. Ma'lum bir ishni, ma'lum bir tijoratni, ma'lum bir kasbni qilib, foydasi chiqmagan, o'ziga manfaat beramagan ahvol ostida 3 yil davomlashtira oladigan nəhayət az. Ben netçini tunuyman. Birer yerde 3 ay ishlab beqiblar, maaşını yaxshi beribsiz, MBA'ga xizmat almışıp, bir yildan so'ng 4-5 xizmat almashtirib qilganda netchini tunuyman. Ustiga ham odamning hayotida bunda 30 yilda netchisi bor. Shunami? Tununkining oxirida men texim uch qilib shu qissa haqidagi, shu bajalik haqida qissadagi baturlarning sardori eng cho'qqisiki 3 boshninki, ya'ni Lubey, Savsav, Sunchuanlarning ichida biz kimni en özümüzü tadbiq qilsak, özümüz şunundan doğrab öğrensek, ulgu qilsak bo'ldi degan. Meningcha mana shu qissa ichida Di Gaushou en qaltis, en noch kishi Liu Bei. Bundan desem hozirlar aldirab ketmanglar, ama gapimni keyin bataq anglab ketmang. Nimish bundoq deymiz degan vaqtning o'zida butkul qissadagi hamma batur, palvon, alamdor, qalamdorlarni akasanglar başlanış nuqtası en töven boğunu şu Liu Bei. Liu Bei'den töven turduğun adam yok peşinde. Oylap bakınlar bu şu bekalıqalı kumuşunu orup şunundan borduqub setip qosuğunu aram bekava tutkan adam var. Hem de kalenderden azraqlı bekava. Hem bunundan mı töven bulamda adamın orunu. Lekin bununki ahırlışı nuqtası şu en yuqur seviyeye geldi. Canının 3'ten biri başkan oldu. Yani birinci diyamasak mı? Aldım 3'nin birisi şu, danqanın 3 putunun birisi şu aldı. Oylap bakın en töven noktadan en yuqur noktaya çıkardı. Demek Liu Bei hakikaten biz qaylı oğdak, öğrengidak, bu haqiqiy quruq qo'l iliklikli adam. Qalgan chiqisiga o'xshamaydi. Savsav nimniga dayandı. Savsav aslida bunun qahramon dadisi, gerçi beqvagan dadisi olsun, orada amaldori, bunun cemiyetimi aslida nəhayət boy qo'llikligi bor. Hammasi her taraflı ishlayotgan mandaq shaxs. Bu aslida olib chavandozlar begi. Orada ishlagan buniki xizmat tarixi var. Munosabat doirasi nəhayət kam. Şun 18 birlashma qo'shimcha kelgan hammamiz tunuydi buni. Manındaki bir adam bu fakat asli bir şirketinin ma'lum bir jinnisi desek, keyin buniki payı huquq cho'ng yo'q, eng cho'ng paychak aylandı. Manındaki bir hodisa xolos. Sunchuan texim aslında bu butkul barliq, boyliq, huquq, lashkar, obro'y hammasiga bu varislik qildi xolos. Miroslik qildi buningga. Berib miros imzo qo'ydi, keyingi miros mashdan qoldi. Buning texim oson. Şuna bu üçüncüde Liu Bei'nin haqiqiy quruq qo'l iyilik tikilgan. Bizim şunda aramlarda tug'ilganlar milyonning üstü tug'ilganda netchinglar var. Dadamlarning shaxsiy kartasida 100 milyon ortiq pul var, 500 milyonlik şirketler var, netchinglar var. Oylab bakinglar. Unda xos dadisi jamiyatli cho'ng boshliq bo'lib, ham hukumat o'rnida boshliq bo'lib ishlaydigan, sen chiqsang xizmat topmoq oson bo'lgan. Manadagilarda yana netchinglar var.
Demek biz köpünçimiz şu Liu okşaymiz. Liu'dek hemimizden aktarı yok, iqtisadımızın çağılıyor, kalefvalımız çağılıyor. Hemimiz tövendin, nölden başlap iyiliktikli güçler. Yani bu Liu Bei'ni ben başlap maqtab, di gavşo dep boğuca. Liu Bei'deki andak ekmek tutsa, mandak kalba tutsa, savsa bunu da andak, amandak dep. İçi patmay ma gap pinunçu yüz boğalıdan net çıktı yakacan. Çıktı yakacan. Emse aldırmay durun. Men endi gibimin ahırındayım. Liu Bei'nin akıllıqlığı zadı nede? Açalık akıl qısada, danışmanlar, akıldarlar ma qalem cihetkilerini qısaq, nurgullar Gocamidin akıllı. Sımayan akıllı, Lusuyan akıllı deydi gallaba. Lekin bularning ismi chiqqan vaqtda boshqa baştaqmi sal deb ishkildim qilish bor. Lekin Jugulian akıllı desa hammadan qo'l qo'ydi. Hech kim yo'q akıllı emas deyolmadi. Hatta şu Goca Smayini akıllı deydiganlimi ma shu Jugulian bilan selishtirib turib deydi. Ya'ni Goca o'lib ketgan bo'lsa, Jugulian o'tirib chiqolmaydi. Ahırda Smay nimil degan bilan Jugulian yendi tutup demek Smay. Demek bu yerda Jugulianning aqlli ekanligini yana e'tirof qilib turib, boshqalar bilan selishtirib o'tirishlarmi? Demek Jugulian aqlli. Hammamiz hukumimiz buni ko'rgandan keyin. Unda xos lekin bu shu aqlli donishman dona Jugulian Liu Bei bilan bo'lgan qo'saq urushida ishkilik va psixikalik jangda bir qetimi yengib boqmagan. Başdan axir Liu Bei'ga turiblik kelgan bu. Bu ikkisining tunji uchtirishi nada?